Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, bankimizga xush kelibsizlar. Har doimgidek bankimiz mijozlar bilan uchrashib, mijozlarning bank bo'yicha tushunmovchi savollari bo'lsa, banklar bo'yicha yangi bank masalalari haqida savollar bo'lsa, berilsangiz mana shu savollarga javob berib o'tamiz. Marhamat, kimda savol bor? Marhamat. Men ishsizman. Tikuvchilik kreditlari bormi, yo'qmi? Tikuvchilik yo'nalishlari bo'yicha, demak, ishsiz fuqarolarga kreditlar ajratyapmiz. Demak, biznesga birinchi qadam loyihasi bo'yicha, dastur bo'yicha, biznesga ko'mak dasturi bo'yicha va mahalla loyihasi bo'yicha dasturlar bo'yicha kredit beramiz. Bu qanaqa tartib bo'ladi? Bu biznesga ko'mak bo'yicha, biznesga birinchi qadam bo'yicha 5 million so'mgacha, biznesga ko'mak loyihasi bo'yicha 12 million so'mgacha, mahalla loyihasi bo'yicha 50 million so'mgacha berilyapti. Bunda 3-chi kartlarga sug'urta qo'shma ajratiladi. Bu Qiziq tumanidan Barnaman tumani 5-toifaga kirgan uchun imtiyozlar bor. Demak, ayol tadbirkorlarga 23%, erkak tadbirkorlarga 25%. Boyaga aytganimizdek, tikuvchilik yo'nalishini qo'llansangiz, mana shu kreditlarga bankimiz tomonidan har bir mahallada mahalla agentimiz faoliyat yuritib kelyapti. Mahalla agentimizga uchratsangiz, sizni sharoitlaringiz o'rganib chiqib, o'zingiz bankdan to'g'risida guvohnomangizni taqdim qilsangiz, sizga shu mahalla loyihasi bo'yicha, biznesga birinchi ko'mak loyihasi bo'yicha kreditlar ajratib beramiz. Bunda demak, plastik kartaga tushirib beriladi bizning o'ziga. Plastik karta orqali tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha o'zingizga ma'qul bo'lgan tikuv mashinkasini va xomashyo mahsulotlarni sotib olib, tadbirkor qilishingiz mumkin. Marhamat, yana kim savol bor? Men ishsizman, chorvachilik uchun bormi o'zi? Chorvachilik yo'nalishi xuddi shunaqa. Demak, ishsiz fuqarolarga o'zingiz bank klienti to'g'risida guvohnoma olgansiz. Yo'nalishlari bor. Demak, boyagi yuqorida aytib o'tganimdek, o'zim bank qilish tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha, xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha, demak, qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha, chorvachilik yo'nalishlari shug'ullanadigan fuqarolarga xuddi mana shu loyihalar, mahalliy loyihalar bo'yicha, bank masalalari bo'yicha kreditlar ajratib kelyapmiz. Mana shunda ham mahallaga 50 million so'mgacha masalan bersak, erkak tadbirkorlarga 25% berilyapti, plastik karta tushirib beriladi. Bunda ham plastik karta orqali mahalliy chorvamonlardan olishingiz mumkin. Marhamat, kim savol bor? Tadbirkor maksimal qanday kreditlar bor? Tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha xo'jalik yurti subyektlarga 312 sonli qaror bo'yicha kreditlar ajratilyapti. Bunda 100 million so'mgacha garovsiz kreditlar, 100 milliondan yuqori 300 million so'mgacha garov bilan ta'minlangan taqdirda kreditlar ajratyapmiz. Bunda 312 sonli qaror bo'yicha xizmat ko'rsatish sohalariga, ishlab chiqarish sohalariga berilyapti. Bunda albatta xo'jalik yurti subyekt sifatida davlat markaziga ro'yxatga o'tgan bo'lish kerak. MCJ yoki tadbirkor yoki oila korxonasi sifatida yo'nalishingizga qarab, masalan, xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha qilsa, xizmat ko'rsatish yo'nalishi. Buning tartib qoidalari bor. 1 yil davomida faoliyat yuritgan bo'lish kerak. Tijoriy kreditlarga ega bo'lgan bo'lsa, xo'jalik subyektlarga kreditlar ajratilyapti. Va albatta bunda 100 million so'mgacha yuqorida aytib o'tdim, garovsiz 300 million so'mgacha garov bilan beriladi. Bunda 60 oy muddatgacha berilyapti, 2 yil imtiyozlar bilan. Bunda ham imtiyozlar qo'llanilgan. Erkak tadbirkorlarga 19%, ayol tadbirkorlarga 12% berilyapti. Imtiyozlar bor. Yana kimda savollar bor shu bo'yicha? Kelgusi yana shunday savollar bo'lsa, bank kreditlari bo'yicha, boshqa bank omonatlari bo'yicha yoki plastik kartalar yoki ma'qul masalalar bo'yicha savollar bo'lsa, bankimizda bank xodimlarimiz bor. Bemalol murojaat qilsangiz, savollaringizga javob berib olamiz. Mayli, qo'llashamiz.